Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz qo'ylarda yangi qo'y boquvchilar uchun o'zimda bor tajribalardan kelib chiqib ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Bu ma'lumotlar kimlardir bu biladi, men bergan ma'lumotlar kimlardir bilmaydi. Endi hayotda men o'zim boricha qo'ldan kelgancha tajriba qilib ketyapman. Yangi o'rgamchi degan hisobda. Men adashgan narsalarda boshqalar qilmasligini xohlagan holatda mana shu bo'lgan realda bo'layotib turgan narsalarni hozir sizlarga aytib o'taman. Ayrim joylarda baribir yangi o'rganib turgan odamlar adashadi va bir narsa bilan shug'ullanib turganda обязательно tajriba kerak bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rsalaring, nimada adashildi, nima qilish kerak, qo'y boquvchi, qo'yga qiziqib turgan nimalariga, muxlislarga va kuzatuvchilarga qandaydir nimalarimiz to'g'ri kelishi mumkin. Bizda endi muhabbet tajriba, hamma narsada tajriba rol o'ynaydi. Shuning uchun hozir videoni boshlaymiz. Biz nimada adashdik? Men qo'yni ko'paytirmoqchi bo'ldim. Sonini o'zidan ko'paytirmoqchi bo'lib, o'sha qo'y olganimda qo'zi oldim. Qo'zi olib qo'yibman. O'sha paytda mana shu qo'chqorlar bor edi. Bir piylis. Unda bu qo'chqorlar juda katta emas. Mana hozir yemladi. Endi boshlandi. Bir haftacha katta bo'ldi. O'shanda ena qo'ylar, o'zimda ena qo'ylar, egizchi qo'ylarim bor edi. Hanovi, o orqada tug'di, o narigi qashqalar Namangandan olgandim. Shu internetda aslida rostini aytganda, realni aytganda internetdan ko'rmasdan Rossiyada turgan holatda olgandik. Bu endi olish endi qisqacha nimaga aytsak, xullas ko'paytirmoqchi bo'lgan odamlar mana bunday 2 tish, 3 tish, 4 tish qo'y olish kerak ekan. Mana bular. Bu 3-chi tug'ish xudo xolasa hozir 3-chi tug'ishga harakat qiladi. Bu egizchi ena qo'yim. Birinchisi o'sha ikkalar sog'liqlar tug'gan. Hozir uni sherigi tug'di. Biz qochmay qolibdi. Mana bu narigi bu yil aprelda tug'di. Hozir qo'chqarcha tug'gan. U bolalari boshqa joyda qo'chqarcha. Endi yana mana hozir yana qochib yilni solib qolibdi. Endi qorong'ida jinni ko'rinmaydi. O'sha mana shu qo'chqarlardan yurganda qochib qolgan. Mana o'zi bola aprelda bolalagan bo'lsa ham yana o'sha qaysi payt qochgan ekan. Endi hisob kitob qilish kerak. Yilni solib mana shu bir oy ichida yanvarda tug'adi xudo xolasa. Bu yanvarda tug'adi. Bu qorinlari osilib qolgan. Bu egizchi ena, eng katta ena qo'yim. Bu qashqalarda esa Namanganda internetda olganman. Mana yosh ekan, qochmabdi. Endi noma'lum bo'lib qolyapti. Endi bolni qorin tashlagani ham yo'q. O'sha avgustda olganman. Agar bundaqa o'sha paytda mana shunaqa ena qo'ydaqa 2 tish, 4 tish mana bo'lganda qochishi 90% bo'lardi ekan shu qo'chqarlarga. O'sha paytda ham shu qo'chqarlar bo'lgan. O'sha qo'chqarlarni olib kelganimda yo'q, hanovi chekkadagi srazi qochgan ekan. U oktyabr nechasidan tug'di o'sha. Faqat endi bu yil bitta tug'di. Buni egizchini bolasi, bu sherigi Fatima Zuhra tug'gan. Bolasi yonida turibdi. O ichkariga o'tib ketibdi. Salom qashqa. Keyin bu sherigi ham bilmayman, qochmay qolibdi. Onasi qochibdi. Shuni demoqchimanki, yangi ko'paytirmoqchi bo'lganlar, sonini ko'paytirmoqchi bo'lganlar maslahatim mana shunday 2 tish, 4 tish qo'zi olmaslik kerak. Men ham endi qo'zi baribir yaxshi deb o'ta bu yilgi qo'zi ekan, u bolasi ko'rinyapti. Bu yilgi qo'zi ekan, shuni oldim. Bular ham shu aprelmi, fevralskiy shunaqa Qirg'izistondan kelgan deyishgandi. O'shanda oldim. Endi noma'lum, ular aniq qochib mana uni beli bor, lekin yelini mana shu qashqani beli bor. Osilib qonni osildi, lekin yelini yo'q. Endi balkim bir oyda birinchi tug'ishligiga sog'arsa ham kerak, lekin sheriklariga nisbatan ancha qorni osilib qolgan. Hozir bitta qalinlik uchun ko'rinmayapti. Qoch. O bolasi narigi. Mana ko'k, mana shu qashqa
kelgandan beri qorni osilib beli egilyapti, lekin yelini yo'q. Semirib ketdim, endi qochganmi? Xudoga bizga noma'lum. Shuning uchun men 5 ta olganman, 5 ta qochib qolsa, o'zidan bittadan tug'ib bersa deb niyat qilgan. Endi biz plan qilamiz, Xudoning aytgan bo'ladi. Avvalambor Alloh hammasi yaxshilikka bo'lsin. Shuning uchun men sizlarga maslahatim olmoqchi bo'lganlarga, mana shunday yosh kattaroq ko'paytirmoqchi bo'lganlarga yoshi kattaroq qo'y olgan yaxshi, mana shunday. Bu aslida bu go'dak kichkina bo'langan egizcha bu. Bu egizcha yelinlar solib qo'ygan bu. Mana bu qorlar osilib mana shu nimaga tug'adi. Buni bolasi birinchi bolasi tug'di. Bitta tug'di, keyingi ikkita tug'sa kerak. Bir 2 oydan keyin qo'chqorlar tursa, xudo xolasa bu qo'chqorlarga qo'shib qo'yamiz. O'zi kecha safar yemlamasdan burun birga edi bu qo'chqorlar. Yugurib qoladi, bolasi borligi uchun bu qo'chqorlar qo'shmadim. Bolasini qo'shib qo'ysam, keyin bola sutdan qoladi-da. Endi bola majih o'qiladi, o'shaning uchun qo'shmadim. Nima ham irg'adi-yu bularga endi bu bilmayman, 2 oydan keyin bilinadi. Bu ham kechikib qolibdi. Ko'paytirmoqchi bo'lganlar maslahatim shu 2 tish, 4 tish olgan ma'qul ekan. Shunda sirazi qo'ylar qochar ekan, yoshlari qochishi dargumon ekan. Yoshlari qochish noaniqroq bo'lib qolar ekan. Birinchi minus taraflarini aytadigan bo'lsak, ko'paytirmoqchi shunday maslahat beraman. Ikkinchisi, hozir qo'ylarimiz yem yeyapti. Silos yem emas, endi silos ho'l namlik uchun. Bu yerda turardi, qo'ylarimiz mana yerda turardi. Oldin qo'chqari baxsam shunday qo'chqari ko'proq tagiga siyadi, yer yemagan joyga siyadi. Mana bu yil Xudoga shukr, mana quruq turibdi qo'ylarimiz, o'zidan toza. Qishga o'sha silos bersa, yem bersa, mana shunday ham baqa ma'qul ekan. Mana hozir tagi quruq, kasallanish kam bo'ladi. Qo'y toza yotadi. Oyog'i ham kasallanmaydi, go'ngga botib qo'ymaydi. Bular jinni toraytirishib qo'ygan ekan. Endi bolalar salligi nima u oyoq kirib qolganda hisobiga tiqilib yeb qolyapti ekan jinni. O'shandan qo'ydi o'zi toza, lekin jinni namroq. Chunki silos jinni siydirib bor ekan. Mana shu mol qo'ylarga lekin mahal silos beriladi, keyin paya hashak beriladi, g'ozang beriladi. Shuning uchun bu silos ko'proq siydirar ekan. Endi yerda edim, qishga qarasam jinni shilta bo'lib qoldi. Shuning uchun pol qildim. Polni foydasi shu qishga men nazarimda quruqroq yotar ekan. Mana qo'ylarimiz toza, quruq, hali go'ngallashmay, bo'qallashmay, bo'qa bilari qolmagan. Nima qo'ylar turibdi, Xudoga shukr. Menga shu qishga mana shu pol yaxshi ma'qul keldi. Yozga lekin polsiz yerda yaxshi go'ngini, changini chiqarib quruq yotadi. Ya'ni ham yozda pol bo'lishi shart bas ekan. Men shunday o'yladim mana. Lekin qo'ylar mana ishtahasi Xudoga shukr yaxshi. Ko'sh qaytaryapti. G'ozangini bittaga oxirgi g'ozangni yegan. Suv to'kilib jinni mana boricha qolgan tozalar. Mashga to'plab qo'ydim. Endi kechqurun o'sha silos bilan somon yutiladi, o'shani beriladi aralashtirilib. Xudo xolasa shu ma'lumotlar qo'ldan kelgancha shu bo'lyapti. Qo'chqorlarga mana shunday bo'lgan yaxshi. Qo'chqorlar quruq bo'lsa, pol bo'lsa yaxshi. Mana quruq, toza qo'chqorlar turibdi. Bular mana shu iyundan beri bosh qo'ylar bilan baravar, lekin qo'chqor pastian yursa, qo'yimiz avtomatik o'zi qochib qolar ekan. Mana shu ina qo'yam, bolasi aprelskiy edi. Mana qochib qolibdi, qaysi oyda qochgan. Mana shu yanvarda xudo xolasa tug'ib olaman. Mana o'zi qornini tashlab, yelini ko'ndimayapti, yelini solyapti. Nariga birinchi bolasi tug'di, lekin u ikkinchi bolasi nimagadir semirib ketganmi, mana u tug'madi endi. Ular qo'zilar 18 ga to'lmagan shekilli. Qochmayapti, noma'lum bo'lib turibdi. Qochgani ham bo'lishi mumkin, kechga ham bo'lishi mumkin, hozir bilinmayapti. Shunga olmoqchi bo'lganlarga 2 tish, 4 tish olsa, shuni olib turib qochiribdi, bolasini olib qo'yib yemlab olsa bo'lar ekan. Lekin yosh qo'zilarga bo'lmaydi. Yosh qo'zi olib qochirib aytgan hisob kitob bo'yicha ketmaydi. Men shu tajribadan kelib chiqib
shuni ishonch hosil qildimki, shu yerda adashgan. Shuning uchun kuzatuvchilarga ma'lumot berishga harakat qilyapman. Mana shular yosh bu yilgi qo'zi aprelskiy, fevralskiy menimda Qirg'izistonda o'tgan deyishgan. Mana shu qo'zilar bo'yi ham o'zgarmadi. Lekin yaylovda yuradi, o't yeydi, yaxshi yeydi. Lekin ana nimalariga, quloqlariga, tummonlariga Namangandan emas, Qirg'iziston, Talasdan kelgan deydi, lekin O'zbekiston metkasi turibdi. Mana hozir O'zbekiston ekan. Hozir ko'rsatmadi. Xirala shekilli. Ko'rinmayapti-da. Kecha men bittasini ko'rib qoldim, O'zbekiston deb yozibdi. O'zbekiston deb yozib qo'ygan ekan, Qirg'izistondagi sotishgandi. Bilmayman endi Jizzaxdagi Qashqadaryoniki metka plomba urib sotishyapti. Endi sotuvchilar o'zi hisobda javobini oladi. Men so'rab olmadim ulardan. Shu to'sib qoldi. Mana shu qo'ylar. Kerakli ma'lumotlar berishga harakat qildim qo'ldan kelganicha. Qo'y ko'paytirmoqchi bo'lganlarga keyingi yiliga olamiz, bu yilga olamiz. Yoshi kattaroq qo'ylarda olsa, qo'chqorlarga postoyanno mana shunday qo'chqorlar yursa, qanday bo'lishidan qarab, begona qo'chqorlar yursa, ochiq bo'lar ekan. Tug'sa ham kattaroq tug'adi. Qo'chqorlar pastda endi yemga sotganim uchun qo'chqorlar ajratib tashladim, lekin shu nimagacha, oktyabrgacha, shu avgustdan birga yurgan qo'chqorlar hammasi. Shu qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilaman. Sizlardan qo'ldan kelgan nimalar like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar.